Hozir qo'ygan narximga buni Qirg'izistonda ham bermaydi. O'zimiz ham ola olmaymiz, sotishmaydi. Men optimni ichida olganim uchun yengil keldi, yengil qo'yapman Abdullo. Qirg'izistondan ham arzon narxlar. Qirg'izistondan ham arzon narx. Xudo xolasa akalar mana qiziqqanlar. Bo'pti, vodiy bo'ylab yetkazib beraman. Barakasini bersin Abdullo. 4 million 200 ming so'mdan 2 bir joyga olsa endi plus minusi bo'ladi Abdullo. Tilvo olsa, bu eti yaxshi ekanmi? Ayyo, hammasini eti yaxshi Abdullo. Mana bu saviqni ham qarang, qarang. Yengil ehsonlar ko'taraveradi. Bemalol 2 martalab. Qadrli obunachilar, keyingi navbatda mana o'zimizning mesni ona bola hamda soliq qo'yimiz chiqdi. To'xli soliq Abdullo. Ichida qo'chqor yurgandida bo'g'oz qisilligini bilmayman. Agar Allohga tavakkal Abdullo. Ena bola bolasi nima? Ena bola soliq bolasi. Bolasi soliq. Nechinchi tug'ish bolasi? Ikkinchi tug'ishi. Agar va talablarga binoan ko'pchilik so'ragan, men uka go'sht yo'nalishiga qo'chqor bormi degan akalamizga, puli arzon xudo xolasa bo'rdoqchiligiga deydimi, go'sht yo'nalishi boqqani qo'chqorlar kelibdi. Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. Va bizni muntazam ravishda kuzatib borgan tomoshabinlar. Barchangizga kun xayrli va barakotli bo'lsin. Bugun hafta kuniga dushanba 16-iyun 2025-yil. Biz hozirda Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devo tekstil o'sha optimchilar, arzonchilar degan mahalladan Qambarali optimchilar olamiz. Qambaraga olmay. Abdullo, salomatmisiz? Qalaysiz? Rahmat, Xudoga shukr. Bugun necha partiya qo'y bor? Abdullo, video qarsisiga yaxshilab joylashib olasizdan. Bitta like bosib qo'yinglar akalar. Niyatlaringga yetasizlar xudo xolasa. 5 partiya qo'y bor aka. 5 partiya qo'y bor Abdullo. Noyoblar chiqadi qo'ylar. Zotga so'raganligingiz zotga ham bor, arashan, afg'on hammasidan kelgan. Birinchi navbatda qora o'zimizni qo'chqorlardan ko'rsatamiz. Bular qattiq qo'ylar aka. Qirg'izdan keldi Abdullo, bugun ertalab. Go'sht yo'nalishi mana akalar. Bugun ertalab kelibdi. Soniga nechta? Soniga 11 ta Abdullo. 11 ta hammasi qo'chqor. Futbol komanda. 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 Xo'p, aka, bular yoshlari qanaqa yoshlar? Yoshlari ikkitishga tish buzyapti Abdullo. Ikkitishga tish buzyapti. Aytib o'tganim go'sht yo'nalishiga tayyor. Mo'la mana zotga ham bo'laman, janovorlar qaranglar. Bo'loqchi narsaga nima aka? Qarang o'zini. Bu qo'zigani hali bu. Ya to'xli, qo'zidan chiqib to'xliga o'tadi. Yoshi mash bo'lsa kerak, yoshi bo'yicha. Eng yosh. Quloqlarni ham bitta ko'rsatib qo'ying Abdullo, qarang. G'o'dasi ham sal kichikroq ekan, lekin juniga yarasha yosh, bo'ybas, rashi. Quloq ham 22 nima balo. Quloq ham kattaligini qarang haqiqatda. Men endi ahamiyat qilyapman qo'yga. Qo'chqor zo'rayimda ajraganda ko'rinar ekan. Bo'ldi, vahima qilmang. Janob. Bular endi aka bugun ertalab keldi deyapsiz. Bugun ertalab. Toshtaroqni ko'rmabsiz? Yo'q, Toshtaroqni nimasini ko'rgan. Necha kilo bor premenni aka? 60 kilogacha o'ta endi. 60 kilogacha. Asha 55-50 hisob qilaversa qo'y tirayversin. Biz oldi 60 kiloni banada ham bo'lishi mumkin. Qo'y yo'q hisoblaganda. Lekin yevichlar zo'r ekan aka. Yevichlar sinaldi Abdullo, behijolat. Sinaldi, bitta ikkolisini qildirib olasizlar, jumladan tayin oldirib olsalar, qo'ylar yana ham bir xil bo'lib qoladi. Xo'p. Hammasini qo'y cho'zig'iga necha puldan pullar aka? Abdullo 4,5 dan qidiramiz. 4,5 milliondan. O'tib beramiz 4,5. 4 milliondan to'g'ri kelmaydimi 4 million? Yo'q, Abdullo 4 milliondan. Keling endi birinchi qo'shsa aka. Yo'q, shunaqa. O'shaning uchun bo'pti 100 ming o'tib beraylik Abdullo. 44 dan. 44 dan. 4 dan beravering. Aka, u 4,5 bozorda sotilyapti. Maydalab aka, optim bilan maydalash farqi bor-ku. Yo'q, shunaqa-yu Abdullo, endi bu ham o'zi ham arzon keldi-da Abdullo, men ham arzon qo'yyapman. Xo'p. Bozorda mana qo'ylar 5 million sotilyapti Abdullo, mana bu shoqlidaqa qo'ylar. Badani ham semisda buni. 4 dan ham joyida. 4 dan ziyon qilmaydimi Qambar aka? Yo'q, ziyon ham qilmaydi-yu. Foyda ham qilmaydi-da. Foyda ham qilmaydi-da. Xo'p, boshqa o'zi dangal gapiryapti, dangallik qilyapti. Mana so'ramay o'zidan. Bo'pti, Qirg'iziston vodiy bo'ylab Toshkentgacha yetkazib beraman. 42 dan, Bujuman qilmay o'tdi 42 dan. Mana 100 dan 42 dan. Bor aka. Bo'pti, vodiy bo'ylab yetkazib beraman. Barakasini bersin Abdullo. 4 million 200 ming so'mdan 2 ga bir joyga olsa endi plus minusi bo'ladi Abdullo. Tilvo olsa, bu eti yaxshi ekanmi? Ayyo, hammasini eti yaxshi Abdullo. Mana bu saviqni ham qarang, qarang. Yengil ehsonlar ko'taraveradi. Bemalol 2 martalab. Xudo xolasa akalar, qiziqqanlar pastda nomerlarni qoldirib aloqaga chiqinglar. 4 million 200 ming so'mdan dastavkasi Toshkentgacha O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda aloqaga chiqaverasizlar. Bo'lmasa bularkidan keyingi navbatda qo'ylar olib chiqamiz. Mana endi keyingi navbatda qo'zi qo'chqorlar. Bular necha oylik Qambar aka? Abdullo 6 oyligiga o'tgan. 6 oylikdan oshgan Abdullo. 6 oylik plus qo'chqorlar xudo xolasa. Hammasi bo'ybasti bir xil. Bitta sal xiyol kichikroq. Oyoq qo'llar cho'ziq, suvayli qo'chqorlar aka. Haqiqiy zot yo'nalishiga boqaman deganlarga aka. Qo'zi, uchtasi bo'lasa narsa bo'ladi. Sarig'am yaxshi-yu. Uchtasi вообще konkret qo'ziga.
katta narsalar Abdullo. Bular ham Qirg'izistondan kelgan Ha, bular ham Qirg'iziston keldi mana. Bular ham Abdullo, uni ham Qirg'izistondan ko'rsatingda keldi. o'zini mana. Buni ham beshovi ham qo'chqor a? Ha, beshovi ham qo'chqor Abdullo. Beshovi ham qo'chqor mana. Do'stlar, haqiqiy kashtan so'ragan shkolariga. Taniq. Xo'p, kameraga video cho'za olmaylik, qo'ylar Sevrop aka. Aha. Dedi narxini aytaylik, necha puldan aka? Abdullo 37 dan qilib beramiz. 3.700.000. Ha, 3.700 mingdan beshovini bir joyga olgan odamga. 37 dan qimmat basmi 4.200 dan aka, kattasini qo'ydik aka. Abdullo, buni bilgan odam olaveradi. Ha. Qo'zda. Qo'zi. Buni ishqibozi boshqa, uni ishqibozi boshqa. Bu boshqa qo'y, bu boshqa qo'y. Endi kelishiga qarab sotiladi, to'g'risi. Ha, biz ham kelishiga qarab qo'yamiz, Abdullo. Kelishiga qarab qo'yiladi. Qo'ydan qo'y foyda qilmaydi. Sifatiga ozgina narxi baland, sifatiga, zotiga baland turib, aytib o'tganingiz narigalik go'sht yo'nalishiga tarozi ham kelaveradigan qo'chqorlar. Akalar uchun 3.5 narx bersangiz, qambar aka. Yo'q, Abdullo 3.5 dan qoplamaydi. Shu ziyon qilmaydimi? Hisob chiqmaydi. Xo'p, 36 dan ketdik yana, danga o'rtada mana aka. Bo'pti, vodiy bo'ylab Toshkentgacha Abdullo barakasini bersin. Akalar ko'rib turganlar, narxlar xudo xolasa. Ammo kim olsa ham bavaga topadi, yaxshi narsalar. Hamma bor, hamma ham bor. Ha. Bo'ylari ham 80 gacha o'ta, Abdullo. Bular bo'ylari 80 ga boradi. Hali 60 75 lik qo'yib basta, 70 lik. Kichkina ko'rinadi, qo'zi kichkina bas, ha. Qirg'izni qo'zisini o'zi biladi boqqan odam. Qadriga yetadi, Abdullo. O'rnalishgan ajoyib bo'ladi o'zi. Ha, yeb ichishlarga bir hafta garantiya bor, ha? Ha, bir hafta garantiya bor. Bexijolat. Bo'ldi. Charchovi ham bor, Abdullo, charchovda turib qo'zilar. Aloqaga chiqib qolsa, pastda nomerlar qoldiramiz. O'sha bularkizdan keyingi navbatda qo'ylab chiqamiz. Idol, bu jonivor nima deyapti, hurmatli obunachilar? Bitta ko'rganda vav bo'lmasa bo'lmaydi. Bitta lak bosib qo'yishsan. Akalar, ayamanglar lakda, akalar. Qo'ydi qadriga mehnatimizni qo'llab-quvvatlab turinglar, akalar. Akalar. Nima deyapti, qo'y. Videoni boshida aytib ketamiz. Haqiqiy zot yo'nalishiga tozalariga 100% Qirg'iziston, Arashan, Idil anaqalardan, bu Afg'onga. Afg'on bilan Arashan, Abdullo. Afg'on bilan Arashan qo'yiladi. Quloqlari ham 20, Abdullo. Quloqlari ham 20, bo'ylari ham oyoqda qamalgan. Oyoqda qarang, Abdullo, oyoqni bitta ko'rsatib bering men. Bizni qilib bering. Mana atrofda nomer ading bo'lib turibdi, kalla gavarit qarang. Bunaqa nimadirda? Garbanos. Ha. Oyoqlarini ko'rsataymi, qarang janovorni. Bitta o'zini aytsa o'zi yaxshi pul qo'yib sotadigan ekan, endi biz maqsad olib sifatga aka hali. Ha, xalqimiz foydalansin, O'zbekistonda ko'paysin shunaqa qo'ylar. Akalar narxini aytyapmiz, mashina puliga ikkitasi bonus. Nariga ikkitasi ham o'zi xudo xolasa kuzga borib bittasini o'zi puli bo'ladi, cho'g'ri. Uni ham ko'rsataylik, keling, olib kelman. Mashin janovorlardan qarang. Tozalar, kallalarni ko'ringlar akalar. Mana. Quloqni jononlaridan. Janovorlardan qarang. Hamma yo'q kepayga qo'ydi. Quloqlari ham 20 ga ekan. O'zini oyoqlariga bitta e'tibor beringlar. Orqa kengligiga. Mashalloh. Inshaalloh hammamizni xo'ramizda kamida 100 tadan shunaqasidan bo'lish nasib qilsa. To'g'risini aytaman, o'zim kelib oq qo'yga qiziqdim, aka. O'zimga qolaversin desam, yo'q uka, bu qo'yni Qirg'izistonda egasini o'ziga ham sotmadim deyapti. Ayi, bu batta, xaridori juda ko'p aka. Xaridori juda ko'p. Hali maqsadimiz narxini oshirish emas. Bitta qulog'ini o'lchaylikmi shularni? Ha? O'lchaychi. Keyin bo'yini ham o'lchab beramiz. Ha, bilani. 20. 19 plyusga olsin. 19 olsin. Ha. Tekalchovga qo'yaylik. Bu janoy 20 ekan. 20 plyus bu. Bu 20. Abdullo, bo'yini ham bitta o'lchaylikmi shuni, ha? O'lchaychi. Va taxtametri yo'qmi-da? Uni taxtametr. Mana shop turavering olaman. Xo'p, mana akalar qo'ylar. Janovorga lekin akalar bitta like bosib qo'ymasan ham bo'lmaydi. 85 bormikin? 80 plus 80 qo'lni bosganda 82 aka. 82, ha. 83 charchoq holatiga, qonni och holatiga shuna nima kelyapti. Hali to'ygan yo'q qonni. Qarang, qonni ham ichiga urib turibdi qo'ylar. Qancha gapirsa shuncha kam deydi, o'shanaqasidan. Xo'p, Qambar aka, endi bularning narxini qana aytamiz aka. Hozir Abdullo qarang. Boshida Hozir qo'ygan narximga buni Qirg'izistonda ham bermaydi. O'zimiz ham ola olmaymiz, sotishmaydi. Men optimni ichida olganim uchun yengil keldi, yengil qo'yapman Abdullo. Qirg'izistondan ham arzon narxlar. Qirg'izistondan ham arzon narx. Xudo xolasa akalar mana qiziqqanlar. Qirg'izlarga o'zi so'kib beradi mana aytib. Xo'p, nech puldan Qambar aka? Abdullo uchovini bir joyga olsa 1.5 mingga
yetkazib beraman. $500. $500 Abdullo. Uchovi bir joyga bo'lsa $1,500 dastavka qanchacha? Buni ham Samarqandgacha qilib beraman Abdullo. Samarqandgacha qilib beriladigan. Shu atrofga bo'lsa kelishamizmi aka Salpar? Sunnatiga. Bo'ldi, kelishamiz Abdullo. Bo'ldi. Akalar telefon qilinglar. Telefon qilishsin. Yana bitta bonus mana qarang. 12 ta respublika bo'ylab qilib beraman Abdullo dastavkasini. Ha. Dastavkasi bepul. Qiziqqan ishqo'z aloqaga chiqarasizlar. Lekin bilgan odam oladi shu qo'ylarni. Uchasi $1,500. Uchovi ham tozalaridan. Bittasini narxiga 3 tasi Abdullo. Bitta narxiga 3 ta. Bular Qirg'iziston qatdan kelgan edi? Qirg'iziston, asha Bishkek Jallovoddan kelgan-da endi. Qirg'iziston Bishkek Jallovoddan olingan Qirg'izda o'zi endi bizga tanlab olinlar ichida aytib o'tgandim. Qadrdonlar aloqaga chiqsanglar pastdan nomerlar qoldiramiz. Keyin yana qo'yib boray. Ha, yana qo'yimiz bor. Bo'ldi, o'shalar olib chiqamiz endi. Qadrli obunachilar, keyingi navbatda mana o'zimizni mesni ona bola hamda soliq qo'yimiz chiqdi. Ha, to'xli soliq Abdullo. Ichida qo'chqor yurgandida bo'g'oz qisilligini bilmayman. Ag'a Allohga tavakkal Abdullo. Ena bola bolasi nima? Ena bola soliq bolasi. Bolasi soliq. Nechinchi tug'ish bolasi? Ikkinchi tug'ishi. Agar ikkichilikda bitta tuqqanimizda ikkinchi tug'ishi. Bo'lmasam birinchi bolasi. Xo'p, nariga bo'g'oz qisilgan aniq bas, to'xla hali. Ha, ama bez qo'zg'ab qolibdi. 50-50. 50-50. Xo'p. 7 ishtisiga garantiyasi bor. Ha, 7 ishtiga bir hafta garantiyasi bor. Oyoq qo'ldan ko'rsataylik aka, yurib. Behijolat. Mana do'stlar, qiziqqanlar bo'lsa, o'zimizni Messi shet qo'ylaridan, yoshlari yoshidan. Ha, yoshlari yoshi. Xo'p, Qambarar aka nechta pul jupa? Abdullo 9 million bersan, vodiy bo'ylab Toshkentgacha yetkazib beraman. 9 million vodiy bo'ylab dastavkasi ichida. Ha. Toshkentgacha. Ha, Toshkentgacha. Kami bormi? O'zlariga hamini qilib ber. Videoda o'tib beraylik. Videoda dangalay qilmay qo'ysiz. O'ziga yarasha dema so'ramay, bitta dangal gapiring aka. Bitta 200 ming o'tib beraman Abdullo. 500 ming o'tib berasiz. 8,5. O'shanda bor aka. 8,5 millionga ketdi. 5 millionga 3,5 million bo'lar ekan-da. Ha. To'g'rimi? Ha, 5 millionga 3,5 million. Mana akalar. Ha, Abdullo bermayapti, hozir bozorlarda ham mena bolam bundan vaqtda. Bu qo'zisini ham o'zi 26-27 sotilyapti bozorda. Uchovi ham soliq, hurmatli obunachilar. Uchovi ham soliq. Qiziqqan aloqaga chiqarsizlar, 8,5 millionga dastavkasi vodiy bo'ylab Toshkentgacha bepul. Ha. Pastda raqamlar qoldirib aloqaga chiqaveringlar. Hurmatli obunachilar, mana endi keyingi navbatda 2 dona oxiridan so'lovlarimiz mana saravoylaridan. Ha, sariq ishqozlarga Abdullo. Ikkovi ham soliq aka. Ha, ikkovi ham soliq Abdullo. Nitu qarashlaymiz, sakretda mashinasi cho'ta aka. Bular necha oylik ham bor aka? Abdullo 3 oylik, 4 oylik, 4 oylik olsan. 4 oylik bo'lsa kerak. 3 oylik o'zini juni bilan olmaydi-da. Ha. 3 oylikdan oshgan. Ha, 3 oylikdan. Quloqlari butun aka. Quloqlari butun. Egizakmi bular? Yo'q, egizak emas. Addenni. Nech puli o'zi? Abdullo 6 million xayri bor Abdullo. 6 million xayri bor. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha yetkazib berdi. 3 million so'mdan deyilyapti, ham bor. Ikkovi ham sog'liqcha, bir-biriga o'xshaydi egizak bo'lsa, yo'q, hozir egizak tug'ib bersan. Bo'ylari ham 70 plus Abdullo. 70 plus. Xo'p, o'tadigan joyi bormi keling, gaplashaylik. Bo'ldi, 58 ga yetkazib beraman Abdullo. 5,5 ga tabiiy, hammasini 500 dan bir bo'lsa bir yo'li bo'lsa. Bo'pti, vodiy bo'ylab Toshkentgacha. 5,5 million 500 ga yetkazib beraman Abdullo. 5 million 2 million 750 ming so'mda mana akalar. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqarsa, pastda nomerlarni qoldiramiz. Shu oxirgi partiya. Yer hammasiga bir hafta garantiya bor. Bularni kuzga qo'yib qo'shsa bo'ladigan bo'ladi. Hay, bemalol sentyabrda qo'shsa bo'laveradi. Bemalol sentyabrda qo'shqa qo'shib olaverasizlar akalar. Doğrusu o'zlaridan bitta zotga uka qo'shqa qo'shib bering desangiz, 3 ta qilib olsangiz, durust yalanur bo'ladi. Ha, shunday Abdullo. Ko'p qo'ylarni video qilganimiz yo'q. Bundan tashqari yana qo'ylar bor. Video qilsanglar ish bitadi. Hurmatli obunachilar, shunday videolardan tugadi. Sizlar bilan Abdulloh bo'ldim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.